Hozirda dunyodagi eng mashhur o'yinchi kimligini bilasizmi? Ishoniy aytadigan bo'lsam, juda ham xursand bo'lib ketasiz. Ammo meni ham xursand qilib 200 mingta bo'lishimizga yordam bersangiz minnatdor bo'lardim. Obuna bo'ling, ishoniy, afsuslanmaysiz. Transfermarkt futbolchilarning narxini belgilaydigan sayt va ularni butun dunyo biladi. U yerga kiradigan bo'lsangiz, xohlagan o'yinchingizni narxini bemalol bilib olsangiz bo'ladi. Va ular o'tgan oyning eng ko'p qidirilgan futbolchilarning statistikasini chiqarishdi. Masalan, 7-o'rinda Lionel Messi, 6-o'rinda esa Jude Bellingham, 5-o'rinda esa Vinicius Junior, 4-o'rinda esa kutilmaganda Matvey Safonov, 3-o'rinda esa Cristiano Ronaldo, 2-o'rinda esa Kylian Mbappe va 1-o'rinda kim deb o'ylaysiz? Bu Abduqodir Husanov. O'zbek sila deb bekor aytilmaydi. Keling bu videoni ham portlatib tashlab 1 millionta like yig'amiz. Bizning qo'limizda bemalol